Tuendi biz Linux'ta hujjat qurish buyruqidan birini ko'rib o'taylik. Oldi bilan biz hozirgi o'rnimizni ko'rib olaylik. Hozirgi o'rnimizni ko'radigan buyruq pwd enter. Bizning hozirgi o'rnimiz home daryo degan mundarijning ichidagi. Shu home daryo degan mundarijning ichiga biz qaysi hujjat qisqarishining borligini ko'rib boqaylik. ls enterni bossak bizga shu daryo degan mundarijning ichida yoki qisqarishining ichida qisqarishining ichidagi barliq qisqaч va hujjatlarni ko'rsatib berdi. Biz cd desktop deb o'rnimizni o'zgartiraylik. O'zgartgandan keyin shu ustal ustiga bo'sh hujjatdan birini quraylik. Touch degan buyruq, undan keyin bo'sh o'rin hujjatning ismi. Masalan, misol txt deyli. Enterni bosaylik. Ustal ustida misol txt degan hujjatdan birini qurib berdi. Kengaytirilgan nomini qo'ysaqmi, qo'ymasaqmi bo'laverdi. Odatda Linux'da kengaytirilgan nomi bilan ancha cho'ng munosabati yo'q hujjat qurishningki. Masalan, touch hujjat deb enterni bosaylik. Undan keyin bu hujjatning ichiga hech nima yo'q hozir. Buni qanday qilmaymiz desak, masalan, cat degan buyruqdan foydalanib ko'rib baqsaq bo'ldi. Masalan, cat degan buyruq bilan hujjat deyli. Enterni bosaylik. Ichida hech nima yo'q ekan. Endi biz misol txt degan hujjatga cat buyruq orqali mazmun qo'shib boqaylik. ls enterni bosib, hozir hujjatni ko'rib baqdik, hujjat qisqashni. Biz misol degan text hujjatga uchur qo'shaylik. Cat misol txt deb enterni bosaylik. Bossak ichida hech qanday uchur yo'q ekan. Cat yo'linish belgisi misol txt deyli. Enterni bosaylik. Enterni bossak nur belgisi ostida ko'rindi. Birinchi qor uchur deyli. Undan keyin Ctrl D ni bosaylik. Ctrl D ni bosdik. Endi cat misol deyli. txt deb mazmunni ko'raylik. Ana mazmuni birinchi qor uchur deb ko'rindi. Endi mana hujjat degan text hujjatga uchur qo'shaylik. Cat hujjat deyli. Odatda Linux'da kengaytirilgan nom bo'lmasa, buni text hujjat deb taniyverdi. Enterni bosaylik. Enterni bossak nur belgisi to'g'ri ko'rindi. Undan keyin ikkinchi qor text deyli. Undan keyin Ctrl D ni bosaylik. Saqlandi. Hamda cat degan buyruq bilan bu hujjatning mazmunini ko'rib boqaylik. Ikkinchi qor text. Endi mana misol txt degan hujjatningki mazmuni bilan hujjat degan text hujjatning mazmunini ikkisini qo'shib yangi bir hujjatga yig'aylik. Qanday yig'maymiz desak, cat hujjatning ismi misol txt hujjatni qaysiga yozmaymiz deganda yangi hujjat deyli. Yangi txt deyli. Misol txt deganning mazmuni bilan hujjat degan ikki text hujjatning mazmunini yangi txt degan hujjatga qo'shib qo'yadi. Enterni bosaylik. Endi cat yangi txt deyli. Masalan, birinchi quruqchor, ikkinchi quruqchor deb ikkisining mazmunini qo'shib bir hujjat qiladi. Bu Linux'da touch buyruq orqali hujjat qurish, ya'ni text hujjat qurish va cat buyruqdan foydalanib mazmun qo'shish.